Mana atmosferada dam olyapmiz. Namangandan uncha uzoq bo'lmagan manzilda shunaqa qorli o'rmonzor borligini bilarmidinglar? Videoni oxirigacha ko'ringlar. Lokatsiyasini oxirida aytaman. Tabiat qo'yniga kelib, mazza qilib dam olaman deganlar uchun ayni mana shu joydagi sharchadan oldiga kelishni ham tavsiya qilaman. Bu o'rmonga kelib, nafaqat rasm, videolarga tushishingiz mumkin, balki ana shunday do'stlar bilan piknik uyushtirsanglar ham bo'ladi. Atmosfera juda chiroyli. Ayday jengeler, hoppa yappa, şair jengeler. Ay jengeler, ayday jengeler, gülday nazik suday tulup biz. Do'stlar, bu yerga kelganinglarda to'yib nafas olinglar, chunki bu dengiz sathidan naq 2000 metr balandlikda joylashgan ekan. Ko'ringlar, borgan sari tepalikka chiqqan sarimiz archalarning usti ko'rinmay ketyapti. Soylari ham boshqacha. Tabiatda shunaqangi mo'jizalari bor, bilmay yurganmiz. Sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Bu joyning manzili Qirg'iziston Respublikasi Oli-Buqa rayonida joylashgan. Agarda lokatsiyasi kerak bo'lsa, Telegram kanalimizga joylab qo'ydik. Bu videoni aynan shu qorga kelib, qor bilan o'ynayman degan yaqinlaringizga tezda yuborib qo'ying. Qoching!